Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun Xudo xolasa 22-noyabr apelsin mevalarimiz pishib yetildi. Apelsin juda ham shirin hosil narsa ekan. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bitta shoxda mana bitta shox mevani qarang. Mashalloh. Juda ham shirin hosil, ancha-muncha uzib yeganmiz. Mana mevalar. Buni qarang. Mashalloh. O'ta ham shirin hosil bo'lar ekan. Bu yil mana birinchi yil pishdi apelsinlarimiz. Mana shoxlar yerga tegib yotibdi. Taglarida ham. Mana o'tadi. Tevasa kamroq. Bunisi mandarin mana. Mandarinni uzib olganmiz o'rtoqlar. Hali sal ko'kroqlari qolgandi, mana sarg'ayib pishib qolibdi. Yirik mevalar juda ham. Chet elda mevalardan qaraganda mana ko'klardan hali bor ekan. Juda ham mevalari yirik bo'lar ekan mandarinda. Lekin o'ta ham xushbo'y. O'ta ham xushbo'y. Postini ochganingizda qaraladigan hidi buni bir kun qo'lingizdan ham ketmas ekan hidi. O'ta ham xushbo'y. 22-noyabr. Bu mandarinni uzib olganmiz. Ertaroq pishar ekan mandarin apelsindan ko'ra. Mana bu apelsinimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.